Boshingiz sinimsiz og'riyapti. Doktorga borasiz, cherpnoy davleningizni o'lchaysiz. Cherpnoy davleningiz baland chiqdi. Davolanasiz, kapelnitsa olasiz. Oradan 1 hafta o'tdi, 1 oy o'tdi, 3 oy o'tdi. Lekin samarasini bilmayapsiz. Yana borib o'lchatasiz, yana baland chiqadi. Bugun sizga cherpnoy davleniyadan butunlay qutulishni o'rgataman. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Cherpnoy davleniya o'zi nima? Cherpnoy davleniya bu miyaning ichida suyuqlik oshib ketadi. Oddiy qilib tushuntirib beraman. Har bitta odamda qon bo'ladi. O'sha qonni oddiy qilib aytganda ko'payib ketishi yoki miya ichi suyuqligi, orqa miya suyuqligining ortib ketishi cherpnoy davleniya deyiladi. Sizda cherpnoy davleniya yo'q. Yana bir marta qaytaraman. Sizda cherpnoy davleniya yo'q. Sababi cherpnoy davleniya qaysi holatda ko'tarilgan bo'ladi? Sizga bir nechta sababini ko'rsatib o'taman. Demak, birinchisi, cherpnoy davleniya rostdan ham sizda ko'tarilsa, sizda hushdan ketish, juda kuchli bosh og'rig'i, tana haroratining ko'tarilishi, tinimsiz qayt qilish, qo'l oyoq ishlamasligi, ko'z ko'rmasligi mana shunaqa oqibatlarga olib keladi. Bunday holatda siz faqatgina reanimatsiyada davolanasiz. Agar sizda mana shu holat kuzatilmasa, sizda cherpnoy davleniya yo'q. Ikkinchi sababi, ko'pchilik Yevropa davlatlari, Amerika davlatlari va holanki o'zimizning qo'shnilarimiz Qozog'istonda yashaydigan tanishlaringiz bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Ular cherpnoy davleniya nima, qanaqa qilib davolanish kerak, umuman eshitmagan. Xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasidan ham izlab ko'rishingiz mumkin. Ushbu kasallik yo'q. Demak, butun dunyo tan olmagan kasallik faqatgina nima uchundir bizning O'zbekistonda bor. Bu ikkinchi sababi edi. Endi uchinchi sababiga o'tamiz. Cherpnoy davleniyani siz hammalaringiz datchik bilan o'lchatib, masalan, o'zi apparat bor, ko'rgansizlar yoki unda kichkina datchik olib boshingizga qo'yish orqali cherpnoy davleniyangizni sizga o'lchab berishadi. Aslida bu apparat cherpnoy davleniyani o'lchamaydi. Uning o'zining instruksiyasini ham topib, o'qib o'rganib chiqsangiz bo'ladi. U faqatgina miyaning siljimagan ekanligini ko'rsatadi. Hatto o'shaning normasida ham 7 dan 15 gacha norma deb yozib qo'yibdi. Lekin siz borib cherpnoyni o'lchatasiz, 5 dan 7 gacha norma degan qog'oz beradi va sizning cherpnoyingizda 11, 12 chiqarib beradi. Mana shundan ham xulosa qilsangiz bo'ladi, sizda cherpnoy davleniya yo'q. Oxirgi sababi, cherpnoy davleniyaning o'lchashning faqatgina bitta yo'li bor. U ham bo'lsa orqa miya suyuqligi punksiya qilinadi. Punksiya degani nima degani? Ko'pchilik homilador ayollar yoki operatsiya bo'lgan bemorlar bilishadi. Belidan uzun igna bilan sanchiladi va orqa miya suyuqligi olinadi. O'sha suyuqlik orqaligina cherpnoy davleniyani o'lchash mumkin. Boshqacha iloji yo'q. Agar siz mana shunday qilib cherpnoy davleniyani o'lchatmagan bo'lsangiz, demak sizda tabriklayman, cherpnoy davleniya yo'q. Agar siz videoni mana shu qismiga yetib kelgan bo'lsangiz, tabriklayman, cherpnoy davleniyadan qutuldingiz. Endi nimaga bosh og'riydi? Shu haqida ham qisqacha aytib o'taman. Asosiy ikkita sababi bor. Birinchisi qon bosimining ko'tarilishi, ikkinchisi migren kasalligi. Qon bosimining ko'tarilishi ham normadan ko'tarilib ketsa, bosh og'rig'i, quloqda shovqin, ko'ngil aynishi bilan kechadi. Ko'pchilik borib cherpnoyni o'lchatib noto'g'ri davolanadi. Oqibatda qon bosimi, ya'ni davleniya kasalligi rivojlanib boradi. Ikkinchi holat bu migren kasalligi. Migren kasalligida boshning bitta tarafida kuchli og'riq bo'ladi. Ko'zlar yoshlanishi mumkin va yorug'likdan qo'rqish holati kuzatiladi. Agar sizda ikkinchi holat kuzatilayotgan bo'lsa, demak bu migren kasalligi. Har ikkala kasallik ham fanda isbotlangan, tashxislarda bor, xalqaro klassifikatsiyalarda bor va butun dunyo tan oladi. Siz o'zingizni bekordan bekorga boshqa kasalliklar bilan davolab, cherpnoyni davolab, asoratlarga olib kelmang. Demak, asosiy sababi shu ikkala kasallik ekan. Nega men o'zim vrach kardiolog bo'lsam ham, aynan mana shu mavzuni ko'tarib chiqdim. Shu vaqtda ham ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. Har kuni 20 ta, 30 ta, 40 ta gacha bemor qabul qilaman. Hammasida deyarli yarmidan bitta gap.
doktor boshim og'riyapti, doktorga bordim, misol uchun neyropatolog shifokoriga bordim, cheritnoyim chiqqan ekan. Mana bir hafta davolandim, kapelnitsa oldim, lekin yaxshi bo'lmadim. Yana shunga keldim. Har kuni tushuntirib beraman, xolajon, yo aka, opa, singil, sizda cheritnoy davleniya yo'q ekan. Sizda oddiy davleniya bor ekan yoki bo'lmasa davleniya yo'q ekan. Sizda migren holati kuzatilyapti. O'sha narsadan charchadim, o'rtoqlar. Ochig'ini aytsam, juda ham charchadim, chunki har kuni bitta narsa qayta bo'lgandan keyin insonni nima deydi? Moralniy charchay ekan. Men shu xalqimizga, ya'ni bemorlarga haqqoniy kasallik bo'lsagina, haqqoniy kasallik bilan shug'ullanishi uchun ushbu videoni olyapman. Sababi ko'pchilik biladi, davleniya kasalligi, gipertoniya kasalligi ko'zga ko'rinmaydi. U asta-sekin yillar davomida tomirlarni, yurak, miya, buyrakni ishdan chiqarib boradi. Natijada hammamiz biladigan insultga olib kelyapti, infarktga olib kelyapti va hozirgi kunda eng ko'p o'lim holati ham aynan insult va infarktga to'g'ri kelyapti. Ya'ni gipertoniya kasalligi, davleniya kasalligiga noto'g'ri cheritnoy deb diagnoz qo'yilishi sababligina ko'pchilik insonlarning o'limiga sabab bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda ham ushbu videoni qilmoqdaman. Ushbu videodan qilishdan maqsadim sizni haqqoniy bor kasallik bilan shug'ullaning. Safsata o'ylab topilgan narsalar bilan shug'ullanmang va albatta o'zingizni asrang. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan men doktor Abduvohidov Javohir bo'ldim. Agar shunga o'xshash videolar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa va kasalliklar haqida bilishni xohlasangiz va uni davolashni bilmoqchi bo'lsangiz, marhamat kommentariyada bemalol qoldirishingiz mumkin. Har bitta kommentariyaga shaxsan o'zim javob yozaman. Rahmat.